Shu yilning 3-mart kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev ayollar va bolalar huquqlarining himoyasini yanada kuchaytirish, ularga nisbatan tazyiq va zo'ravonlikning oldini olish yuzasidan takliflar hamda yangi tashabbuslar bilan tanishgan edi. Taqdimotda erta nikoh va 16 yoshgacha bo'lgan homiladorlik holatlari haqida xabar bermaganlik uchun ma'muriy javobgarlikni belgilash takliflari ma'qullandi. Shuningdek, pedofillar uchun umrbod ozodlikdan mahrum qilishgacha bo'lgan jazoni belgilash taklifi davlatimiz rahbari tomonidan ma'qullandi. Bolalar xavfsizligi masalasi bugungi kunda global miqyosda jiddiy tashvish uyg'otmoqda. Xalqaro tashkilotlar tomonidan berilgan ma'lumotlarga ko'ra, dunyo bo'ylab millionlab bolalar jinsiy zo'ravonlik va ekspluatatsiya qurboniga aylanishadi. Mutaxassislar yana bir muhim jihatga e'tibor qaratadi. Bu muammo faqat qizlarga xos emas. Tadqiqotlarga ko'ra, o'g'il bolalar ham bolalik davrida jinsiy zo'ravonlikka duch kelishadi. Shu sababli pedofiliya nafaqat jinoyat, balki butun dunyoda murakkab muammo sifatida baholanadi. Bu muammoning ko'lami, sabablari va oldini olish choralari tafsilotlari haqida muxbirimiz lavha tayyorladi. Og'riqli, shu bilan birga dolzarbligini yo'qotmay kelayotgan mavzulardan biri pedofiliya. Ehtimol sizda savol ham tug'ilgandir. Pedofillar o'zi kim degan. Ko'pchilik bunday shaxslarni bolalarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik sodir etadigan insonlar deb o'ylashadi. Aniqroq qilib aytganda esa pedofiliya voyaga yetmaganlarga nisbatan jinsiy qiziqish bilan kechuvchi ruhiy buzilishdir. Bu kasallikka chalinganlarning xayolida doimiy bolalarga nisbatan jinsiy fantaziyalar shakllanadi. Kega jalb qilib, majburlab, meni zo'rladi. Я тоже mama. O'tgan kuni qizim o'zimni bosdi. Nima hayot bo'ladi, meni qizimga nima kim oladi? Ishni tabdala bo'ldi endi. 2023-yil 31-yanvar, Toshkent. Yangi hayot tumanida zo'rlik va qotillik alomatlari bilan 12 yoshli qizning murdasi topilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, jinoyatchi marhumaning xonadonida 2022-yilning yoz oylarida yollanma ishchi sifatida ta'mirlash ishlarini amalga oshirgan. 2023-yil 20-iyul. Farg'ona. Qurilishi tugallanmagan bino yonidan 11 yoshli qizchaning murdasi zo'rlash va qotillik alomatlari bilan topildi. Oilada yagona qiz farzand edi marhuma. 2025-yil 14-oktyabr. Namangan. 38 yoshli erkak o'z qarindoshi bo'lgan 7 yoshli qizni zo'rladi. Qayd etilishicha, 1987-yilda tug'ilgan shaxs qarindoshining yashash xonadoniga to'y sababli borgan. Marosimda tog'asining 2018-yilda tug'ilgan nabirasini aldab, nomusiga tekkan. U avval ham shu kabi jinoyatlarni sodir etgani uchun sudlangan. Bu misollar insoniylikdan yiroq bo'lgan qo'shtirnoq ichidagi insonlarning, ya'ni pedofillarning hayvoniy qilmishlarini ko'rsatib turibdi. Ma'lumotlarga qaraganda dunyo bo'ylab har 3 ayolning bir nafari jinsiy tajovuz qurboni bo'lishi va 80% holatlarda zo'ravonlar yaqin qarindoshlar ekanligi isbotlangan. Tug'ishgan akasi, tog'asi, o'qituvchisi va hatto o'z otasi tomonidan ham zo'rlanganlar bor. Otam vafot etganida men 6 yoshda edim. Bir necha yil o'tgach, onam boshqa erkakka turmushga chiqdi. Avvalga hammasi yaxshi edi. U menga o'yinchoqlar berdi, shirinliklar olib kelib g'amxo'rliklar qildi. 10 yoshimda esa o'gay otam meni birinchi marta zo'rladi. Birinchi marta. U agar men bu haqida kimgadir aytadigan bo'lsam, onangni o'ldiraman dedi. Men juda qo'rqardim va shuning uchun jim bo'ldim. Rasmiy manbalarda keltiriladigan zo'ravonlikka oid ma'lumotlar barcha holatlarni ham qamrab ololmaydi. Nega deysizmi? Sabablarga to'xtaladigan bo'lsak, jinsiy zo'ravonlik bola ruhiyatida chuqur jarohat qoldiradi va bu orqali u o'z qobig'iga o'ralib olishi mumkin yoki zo'ravon qo'rqitgan holatlarda jim turishga majbur bo'ladi. Vaziyat siz va biz taxmin qilgandan ko'ra yomonroq bo'lishi ham mumkin. 2012-yilda pedofillar Darknetda saytlar ochishni boshlashdi va bu orqali bolalar savdosi yana ham ildiz otdi. O'g'irlangan, sotib yuborilgan bolalar omadi kelsa jinsiy qullikka, boshqa holatlarda esa inson tana a'zolari savdosi bilan shug'ullanadiganlar qo'liga tushib qoladi. Ayni daqiqalarda ham asrlikda ushlab turilgan jabrdiyda bolakaylar bo'lishi mumkin va bu bizga qorong'u afsuski. Shu sabab ham farzandlaringizni begonalar qo'lidan narsa iste'mol qilishdan qaytaribgina qolmay, balki notanish shaxslar kuzatib qo'yishini aytganda yoki yordam so'raganda
rad qilishga ham o'rgating. Shu yilning 3-mart kuni pedofillar uchun umrbod qamoq jazosi taklifi Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan ma'qullandi. Bolalar va ayollar zo'ravonligining barcha ko'rinishlariga barham berish uchun muhim qadamlar ham belgilandi. Aynan jinsiy zo'ravonlikka uchragan bolalarimizni huquqlarini himoya qilish amaliyotini joriy qilish belgilanmoqda. Barnaxus modeli bunda bolalarimiz o'sha o'zini boshidan kechirgan travmalarini qayta eslamaslik, ustiga qadar surishtiruv hamda tergov harakatlari aynan bir nuqtada amalga oshirish hamda ularni qayta so'roq qilishni oldini olishga qaratilgan model hisoblanadi. Bundan tashqari bolalar protsessual harakatlarga jalb qilingan vaqtdan e'tiboran davlat hisobidan yuridik yordam bilan ta'minlanishi belgilanmoqda. Siz yoki sizning farzandingiz jabrdiydaga aylanib qolishini xohlamasangiz, doim sergak bo'ling. Maqsadimiz barchani ogohlikka chorlash edi. Bu kun Sevinch Mardonova, Baxtiyor Jalilov, Toshkent.